Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Pir nashrida Temur yuksalish va hukmronlik yo'li Beatrice Formes Mens qalbiga mansub tarixni yuksaltiruvchi, jonlantiruvchi kitob taqdim etamiz va bugun bir qator kelgan mehmonlarimizga kichik savollar bilan izlanamiz. Ularning javoblari qanday bo'ladi? Shuni ko'ramiz. Ketdik. Amir Temur o'zingizni so'zingiz bilan qanaqa ta'riflagan bo'lardingiz? Amir Temur avvalo buyuk sarkarda ekanligiga men qoyil qolganman. Buyuk sarkarda biz uchun umr. Buyuk davlat arbobi. Amir Temur o'zingizni so'zingiz bilan ta'riflaganda qanaqa bo'lardi? Buyuk va qat'iy iroda sohibi, kuchli boshqaruvchi, qaysidir ma'noda hissiyotlarga berilmaydigan, faqat maqsad yo'lida harakat qiladigan inson sifatida ta'riflagan bo'lardim. Amir Temur men uchun adolatli podshoh. Buyuk sarkarda dunyodagi eng buyuk sarkardalardan biri, nafaqat Osiyo, Markaziy Osiyo, butun Yevrosiyoni eng asosiy figurasi bo'lgan shaxs. Adolatni juda qattiq ushlaganlar. Albatta bugungi kitob ham yoshlar uchun, harbiylar uchun juda asosiy qo'llanma. Temur yuksalish va hukmronlik yo'li qalbingizda vatanparvarlik tuyg'usini jo'sh o'rdiradi deb bemalol ayta olaman. Rahmat. har bir ishda adolat mezoniga tayangan va kuchli tizimga asos solgan ordusini shakllantirgan. Bu hozirgacha butun dunyo harbiy sohada, harbiy sanoatda qo'llanib kelinadi. Faxrlanamiz shunaqa ajdodlarning avlodlari ekanligimiz. Amir Temurni umuman hayotdagi strategiyalari, yo'nalishlarini umumiy ma'nosi kuch adolatda. Ya'ni adolat har doim kuchda, bilimda, tafakkurda deb aytishimiz mumkin va Amir Temur mana shunday hikmatli so'z, ya'ni kuch adolatdadir so'zi, bu butun dunyoga namuna. Chunki bugungi globallashuv sharoitida o'zgarishda kengayayotgan bir davrda adolatni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu uchun ham Amir Temur mazkur so'zi ham biz davlatimiz uchun ham boshqa dunyo davlatlari uchun ham bir namuna andozasi bo'ladi. Kuch adolatda. Amir Temur buyuk bobomiz. Ayniqsa bu erkak kishilarga metin irodani bera oladigan shaxs sifatida gapiradi. To'g'risi bu insonni tarixi bilan, hayoti bilan tanishganim doim o'zimga yangi bir erkaklik fazilatlarini kashf qilaman. O'ylayman, bugungi o'sha taqdimotda bo'layotgan ushbu kitobimizni o'qish davomida o'zimni yana bir qirralarim kashf qilaman deb o'ylayman. Bu kitobdan yoshlar nima olishi mumkin asosiy narsa? Yoshlar vatanparvarlik, o'zini yashab turgan vatanni qanchalik ulug' ekanligini, vataniga qanchalik sodiq bo'lishlari va uning oldidagi mas'uliyatni his qilishini. Biz doim shu buyuk sarkardani harbiy san'ati qo'shinlarda boshqarishini biz o'zimizga dastur amal qilganmiz. Faqat yoshlar, butun O'zbekiston haqiqiy ochiq manbalar, g'arbni manbalarini o'rganish imkoniyatini mavjudligi bu kitob orqali. Asosiy olish kerak bo'lgan narsa strategiya. O'sha davrda bo'lgan nima yutuq bo'ldi, nima kamchilik bo'ldi, nimada xato qilindi va ahamiyatli tarafi Amir Temur qabilalarni qanaqa qilib birlashtirdi va o'sha qanaqa qilib o'sha katta imperiyaga asos soldi. Bugungi kunga qadar kitoblarimizda Amir Temurni shaxsiga bog'liq ma'lumotlar juda kam, ularni boshqaruv yo'li, ularni qaysi yuksalish yo'li haqida ma'lumotlar juda kam. Qaysi davlatni bosib olgan, qancha qo'shinli bo'lgan, qanaqa masalan strategiyalar bo'lgan, shu haqida ma'lumotlar bor, lekin ularni aynan siyratiga bog'liq asarlar, ma'lumotlar kam edi. Bu kitob orqali ularni to'laqonli ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin bo'ladi. Yoshlar bu asarni o'qish orqali tanqidiy fikrlashni, savol berishni, nima uchun degan savol berishni o'rganadi. Rahmat qildim.